Sizlarga bitta holat haqida gapirib bermoqchiman. Erkak urug'ini morfologiyasi, ya'ni urug' sifati homilador bo'lishga qanaqa katta ta'siri bor. Oyi boshida bitta xotin bilan eko boshladim. Erlarning yoshi 46 yoshda, ayollarning yoshi 24 yoshda. Xotin ekoga hamma analizlarni topshirganda ayollari yosh bo'lgani uchun tuxum hujayralari juda ham sifatli va ko'p tuxum hujayra hosil bo'ladi. Erlarini spermogrammasi yaxshi chiqdi, lekin morfologiyasi juda ham past chiqdi. Ya'ni urug' sifati juda ham past, 1% chiqdi. Bilasizlar, morfologiya o'zi turdan baland bo'lishi kerak. O'zim Instagram sahifalarimda ham ko'p qo'yib boraman, spermogramma, mortez, morfologiya, чтобы sizlar ko'proq axborot olishinglar uchun. Eko boshlashdan oldin ularga aytdim, sizni urug'ingiz juda ham sifatsiz, ayolingizni urug'lari, tuxum hujayralari juda ham zo'r. Oldin sizni urug'ingizni yaxshilab, keyin eko boshlasak, natija zo'r bo'ladi. Ko'proq embrion olamiz desam, qaysarlik qilib, yo'q, hamma javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Bizga shu oy eko boshlaysiz, shu oy homilador bo'lishlari kerak, tezroq tug'ish kerak menga deb qaysarlik qilganlari uchun oyga boshida simulyatsiya boshladik. Tabiiyki, ayollari yosh, o'sha tuxum hujayralari sifatli bo'lgani uchun biz 20 ta tuxum hujayra oldik va erlarni urug'i bilan urchitdik. Urchitganda faqat 2 donagina embrion chiqdi. Nimaga unaqa past chiqdi, nimaga kam chiqdi deb aytganlarida aytdim. Sizni urug'ingizni sifati juda ham past bo'lgani uchun sifatli tuxum hujayra bilan ham urchitganimizda ham natija past bo'ldi. Men sizga boshida aytgandim bu narsani deb tushuntirdim. Hali patsatka bo'lmadi, yaqinda patsatka bo'ladi. Ya'ni embrionni, bolani, homilani bachadonga qo'yamiz. Inshaalloh homilador bo'lib ketsinlar. Men bu gaplarni nimaga aytyapman? Tabiiy homiladorlikka tayyorlanasizmi yoki ekoga tayyorlanasizmi? Har doim xotin shoshilmasdan tuxumdon bilan urug'donni sifatini yaxshilab lecheniya olib, keyin homiladorlikka tayyorlansa, shunda natija baland bo'ladi. Shunda tezroq homilador bo'lasiz. Asab buzarliklar ham bo'lmaydi. O'shuncha har doim doktoringiz aytganini qilishingiz kerak.